Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan men yana Toshkent viloyati Beg'ot tumanidan Sharjonman. Do'stlar, bugun sanamiz 21-iyun 2026-yil. O'tgan safargi videomizda ko'chatlarimizda o'stirish qanday o'stirish kerakligi haqida ozgina ma'lumot berib o'tgandik. Mana o'sha qilingan ishlar natijasini bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana do'stlar, o'tgan safar mana shu yonbosh shoxlarini olib chiqqandik. Mana shu yerdan bitta barg qoldirib kesib chiqilgan. Mana bu bitta barg kesilishining sababi keyingi yilda mana kurtagi uyg'onib ketmasligi uchun mana kesilgandi. Mana do'stlar, qarang qanchalik o'sdi. Mana shunday qilib yonbosh shoxlarini mana shu yerdan olganmiz. Mana do'stlar, mana shunday o'syapti. Mana bugun sug'oryapmiz. Mana kapelniy tagidan o'tkazilgan. Bular hammasi reparasiyalash 114 hamda Kober 5 deb bayon qilingan. Parollar hammasi mana shunaqangi Kober 5 hamda reparasiyalash. Ko'chatlarning hammasini qo'ylab chiqdik. Tepaga ko'tarib yaxshigina o'syapti. Bu tarafda da Koberlar o'zidan tomonlatilgan Koberlar ham juda yaxshi o'syapti. O'sishi juda kuchli. Mana shunday ko'chat yetishtiryapmiz. Bular hammasi o'sha stratifikatordan chiqqan ko'chatlarimiz. Tomchilatib sug'oryapmiz. Mana kechki salqin bilan sug'orib beryapmiz. Mana yana narsani ko'rsatib o'tay do'stlar. Hosillar buni olib tashlagan bo'lardi, lekin men qoldirdim buni. Chunki sabab tagi Kober kuchli o'suvchi. Ko'ramiz qanday yetkazar ekan. Lekin o'sishi ham yomon emas. Mana yaxshigina o'syapti. Tepasiga hosil bo'lgandilar. Mana shunday ko'chatlar qilyapmiz do'stlar. Hammasini boylab chiqqan ko'chatlar. Bu yoqda mana Koberlar. Ana bog'imizda Koberlar chiqqanmiz. Bu Koberlar. Ana shu yerda bitta ko'rsatib o'tay. Mana shu 4 metr o'sdi. Mana shu bugunga 4 metr o'sdi Koberimiz. Buni ertaga qaysi oyda ekan? Yanvarda oxirroqlarda ekdim shekilli. Yanvarda oxirida ekkandim. Mana ekpinni qo'yib kesilgan. Mana shunday ekilgan. Mana bitta ikkita shox qo'ydik. Ikkinchi shox ham mana yaqin 3 metrga yaqin o'sdi. Mana bular hammasi Koberlar. Ularda keyingi yilga tepalaridan qismlarini tortib bayonot qilamiz. Keyingi yilga bular hammasi yangi ko'chat, yangi sortlar, hammasi yangi navlarda bayonot qilamiz. Mana shunday qilib chiqamiz do'stlar. Nari tarafga hozir yaqinda bir oy bo'lib shekilli ko'chat ekib chiqamiz. Mana Pandora, mana
Tayko ber buni ham. Mana ulangan joyi. Ulangan joyi. Bu tuvagi ham hali turibdi ekan, mana hali olinmagan tuvagi. Tashlamagan ekanmiz. Mana ko'rbe va Pandora. Bu yerda bizda Pandoralar ham bor. Bu yerda mana ko'chatlarimiz ichida. Sizda kimga qanday ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsa, 20 xil ortiq ko'chatimiz bor bu yerda. Hammasi ko'lberga ulangan. Reparuchisiz hamda ko'lberga ulangan ko'chatlar bor do'stlar. Videolarimiz yoqadigan bo'lsa, bittadan like tayyorlaysizlar degan umiddaman. Obuna bo'lmaganlar bittadan obuna bo'lib qo'ysangiz, chiqargan yangi videolarimiz birinchi sizga yetib boradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.